Dasturimizda sport xabarlari. Rossiyaning Qozon shahrida taekvondoning GTF yo'nalishi bo'yicha Jahon Kubogi bahslari boshlandi. Hozir shu haqda. Yurtimizda barcha sport turlari qatori taekvondoning GTF turiga ham keng e'tibor qaratilgan. O'tgan 2 yil davomida Jamshid Saidxo'jayev boshchiligidagi mamlakatimiz terma jamoasi a'zolari qator xalqaro turnirlar Jahon Kubogi bosqichlarida yuqori natijalarni qo'lga kiritib kelmoqda. Bu safargi Jahon Kubogi bellashuvlari Rossiyaning Qozon shahrida boshlandi. Eslatib o'tamiz, mazkur musobaqada 20 dan ortiq davlatdan 300 ga yaqin sportchilar 4 kun davomida g'oliblik uchun kurash olib borishadi. Yoshlar, o'smirlar hamda kattalar o'rtasidagi bahslarda terma jamoamizning 6 nafar sportchisi ishtirok etadi. Dastlabki kuni kichik yoshdagi sportchilar o'rtasida g'oliblar aniqlab olinadi. Natijalar bilan keyingi dasturlarimiz orqali tanishtirib o'tamiz. Bizda hozircha shu